عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب. رواه البخاري والترمذي وأحمد. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Nabiy sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, menga bir narsa o'rgating, lekin ko'paytirib yubormang, shoyatki anglab olsam, dedi. G'azab qilma, dedilar. U o'sha gapini bir necha marta takrorladi. U zot har safar g'azab qilma deyaverdilar. Buxoriy, Tirmiziy va Ahmadlar rivoyat qilishgan.